Assalamualaikum qarindoshlar. JavaScript'dan asosiy yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 7-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz string manipulation o'rganamiz. String manipulation'ni ham string degan bir so'z yoki so'z tizmisi yoki harf tizmisi. Chunki tekstni yoki bir xatni yozsak bu string bo'ldi. Buning erkin o'zgarish miqdori yoki sonliq ma'lumot tipi string deymiz. Hamda JavaScript'ning nurg'un qo'llanishcha ishlatish bo'lsa-mu, ammo harf tizmisini qo'llanish eng alishga erishganlarning biri. Mishalga harf tizmisini ham string deb olaylik. Harf tizmisi JavaScript tilidagi obyekt, chunki bu bir object, shunaqa. Ularning funksiyasi cho'qim ularning qimmatini kontrol qilishga ishlatilishi kerak. Bu ixtiyorlar harf tizmisidagi mazmunlarga erishishning har xil usullari bilan ta'minlaydi. Masalan, string degan nima bo'lsa, masalan, hello worldni double quotation yoki qo'sh naql belgisining ichiga yozib bir ism bilan qanday qimmat bersak, bu bir string bo'ldi. Buning shakli qanday? Ma'lumotga qarasanglar harf bu amaliyotda. Shuni harf tizmisi deb oldim. Men unda esa buni amaliy misol bilan tushuntirib qo'yay. Google'ni ochdim yoki xohlagan bir tor betni olsanglar bo'ldi. Inspect qanday? Biz konsolga erishmoqchi bo'lib. Endi string. Buningda biz harf tizmisini string. Buni string deydi inglizcha mana. String. Stringni qanday qurdik? Var stringni qisqartirib strlamdi. String qanday? Salom dunyo. Bo'ldi, qurildik, shunami? Odatda enterni bosdik. str desa qanday? Salom dunyoni chiqarib turdi. Biz ham cho'qim oldiga varni, ya'ni shu variable sonliq ma'lumot tipini qo'yishimiz kerak bo'lsa, qo'yimsak bo'ldi. Masalan, ism, shunami? Mahmud. Chiqibadi. Demak, biz oldingi qitimliq darslar tilga olgan JavaScript sonliq ma'lumot tipi qanday kuchli bo'lmagan bir tillarning biri degan gapning sababi shu. Onun ustiga bu harakatchan, ya'ni dynamic. Boshqa tillar, masalan Java qatorliq tillarda qanday cho'qim biz sonliq ma'lumot tipi, ya'ni data type ni cho'qim quramiz. Qurmsak bu mangmaydi. Unda esa degan shu harf tizmisi yoki stringni qanday boshqaramiz, qanday kontrol qilamiz, ya'ni manipulate deydi. Unda esa qaraylik. Men bir stringni birini yozay. str dey. Üst-üstlab izlayverdi. Masalan, salom dunyo mening ismim Mahmud. Mushumi bir qanday string. Mayli uzun jumla bo'lamdi yoki birlam harf bo'lamdi, zadi shu qo'sh naql belgisining ichidan bo'lsa, double quotationning ichidan bo'lsa, bu string. Enterni bosdik, mana qaytdi. Hamda buning qancha harfdan tuzilganligini degan o'rganmoqchi bo'lgan qanda birinchi funksiya o'rganmoqchi bo'lgan. Birinchisi yoki birinchisini bu damanda yozay. Birinchisi str ning qancha harf borligini. Bu qanday bilamiz deganda str length orqali qancha harf borligini bilamiz. Mush bir string ning ichida qancha harf borligini bilamiz. Length degan uzunligi degan gap. Bossak 30 chiqdi. Masalan, buni nega ishlatamiz desak, misolan Twitter ning qanday? Masalan, Twitter ning length uzunligi qanday? Cho'qim kichik yoki 140 harfdan kichik tang bo'lishi kerak deb menda bir algoritm yozdi buningga. Buning ham intayin oson. Mushuna bilan qanday? Agar mushuna bo'lsa, agar bunda bo'lsa qanday? Buni biz mang'uzimiz yoki yurgizimiz shu kodni deb bir oddiy bir algoritm yasak bo'ldi. O'sha odamda birinchisi qanday? Nimani topdik? Birinchisi qancha harf borligini, mush str. Bundan keyin men mush misolda str ni salom dunyo mening ismim Mahmud degan bilan ishlatamiz. Qulay. Birinchisi nima bo'ldi?
qancha harf borligini tepish. Ikkinchisi hamda ma'lum bir so'zning qanchinchi indeksiyada kelgini. Ya'ni shu 30 degan gap, 30 degan gap qanda sansanglar 30 chiqiladi deganda bu cho'qim 30 harf chiqmaydi. Niyatki mas space mo qanda 1 hisoblanadi. Shunga space qitilib qanda 30 chiqadi degan gap. Masalan, men bu yerda dunyo degan qanchinchi langsi, ya'ni qanchinchi uzunlikda yoki ko'rsatkich indeks qanchaligini topmoqchi bo'lsam qanaqa qilaman? Ikkinchisi bizga o'rganmoqchi bo'lgan ikkinchisi qanda? Ikkinchisi dunyoning qanchinchi indeksi kelgini. str index of dünya xato besildimi? Index of o'ni cho'ng harflar yozamiz, chunki camel case bilan yozdik. Xato yozibdimi? str index of yana qaysi? Dunyo. Ya'ni 6-chi. Mush salom dunyo, mening ismim Mahmud deganki 6-chi indeksdan keyin mush dunyo keldi. Masalan, s qanchinchi? Mana bu 0-chi indeks. Esanladimi? 0 dan boshlaymiz deb. 0 1 2 3 4 nima bo'shliq bilan 5 space'ni birga hisob. Shundan d qanda 6 dan boshlanadi demakchi. Qanchinchi harfligini topmoqchimiz? Index of deymiz. Ya'ni birinchi harfini topmoqchi bo'ldik. Endi men dunyodagi ma a qanda qanchinchi harf bilan oxirlashadi mushulning qanchinchi harfi demoqchi bo'lsak, uni qanday qilamiz? str less index of qanda dunyo. Bu mu qanda? 6 deb chiqiradi demoqchi o'g'ini. Bu mushu indeksniki dunyoning qanchinchi qitimliqida takrorlanishi deganda aniq ko'rsatadi. 6. Unda bo'lsa uchinchisi o'rganmoqchi bo'lgan uchinchisi stringdan mushu salom dunyo, mening ismim Mahmud degan mush stringdan qanda qanchinchi harfining masalan mush salom dunyo, mening ismim degani qanda mening ismim Mahmud deganni lam mushan lam ko'paytirib chiqarmoqchi. Keynini ma oldin olmay mush keynin lam ko'paytirib chiqarmoqchi. Unda bo'lsa uni qanaqa qilamiz? str substring deydi. Substring masalan taxminiy bir nima qilay? 9 9-dan tortib qanchinchisigacha? 9-dan tortib eng oxirgacha. Eng oxirgisini qanday hisoblaydik? str ning qanday lengthdan birni ilib eng oxirgacha harf bo'ldi. Nemishqa birni ilibimiz deganda, chunki 0 dan boshlangachqa 30 deb chiqqanda harfning soni qancha? 29. 0 dan boshlangachqa. Ya mening ismim bo'ldi, demak biz buni qanday mening ismim demoqchi edik. Shunga ya chiqib qoldi. 7 qilsaqchi? 11 qilsaq, 11 mana. Taxminiy qilyapman. 11. Mening ismim to'xtanglar. Mening ismim Mahmud bo'lib qoldi. Birini ilib etmay ekanmiz.
Çünkü şu substringning alaylıqı qanda mushningdan başlap mush ko'rsatga yagichilik qildi. Buni o'z ichiga olmaydi. Demak, eng oxisini o'z ichiga olmaydi degan gap. str substring yana bir yazsam. 11 dan necha? 30. Çünkü bu 30 deb topdik-ku buning nimasini, langsini. Mening ismim Mahmud. Ya'ni 3-inchisi qanda? Mayadan mayagacha besib chiqarishni qanda? Substring deymiz. 4-inchisi. Bizga demoqchi bo'lgan 4-inchi manipulation. Ma'lum aniq o'rindan keyin, ya'ni aniq o'rindan keyin qanda? Biroqlar hammasini besib chiqarish. Masalan, mushu d-dan keyin hammani besib chiqarish. Manda substring qilmay, mush birsinlam bir harflam tepirib, mush harfdan keyin hammani besib chiqarib bergan deymiz. str sub str dedi. Sub str. Masalan, d degan 6-inchi deb topdik-ku. 6 deb d-ni. 6 indeksiyasi. Mana dunyo mush harfdan keyingi hammani chiqarib berdi. Daha sonra 5-inchisi bizni o'rganmoqchi bo'lgan. 5-inchisi o'rin almashtirish. Dunyoning o'rniga Mahmudni almashtiraylik. Dunyoning o'rniga Mahmudni almashtirsak, str replace inglizcha almashtirma qoldi. Ya'ni buningda dunyo demay, olam dey, Mahmud debdimi? Dunyoning o'rniga olamni almashtiraymiz. Xatning qolgan birisini o'rniga qanda? Dunyoning o'rniga qanda? Olam. Mana salom olam, mening ismim Mahmud. Ammo Mahmudning o'rniga Samatni almashtiray. str replace Mahmudning o'rniga qanda? Samat. Mana salom dunyo, mening ismim Samat almashtirdi. 5 metodini o'rganib bo'ldik-ku. Hamda 6-inchisi biz mushu salom dunyo, mening ismim Mahmudniki ma 1 2 3 cho'ng harf bilan yozildi-ku. Hammani qanda cho'ng harf bilan qilib o'tish. Shuni hammani cho'ng harf bilan qilib o'tish. Qanday qilamiz deganda str mushu str tanglikning so'l tarafi str bo'lgan ekan. o'ng tarafi nima bo'ldi? str deganimiz tang str to uppercase. To uppercase. Mana. To uppercase hammasi cho'ng bo'lib ketdi. Ammo shu hammasi cho'ngni qanda? Kichik aylantirib etsak, qanday aylantiramiz 7-inchisi? str to lowercase. Lowercase İngilizce hammasi mansi. Lowercase kichikiltib. Mana str tang mushunga tang. Hozir men str nima tang? So'l tarafdagi mana bu ma'ningga tang. Endi shuni men ma'ningga tang qilib o'tib ana hammasi kichik bo'lib ketdi. Hammasi kichik bo'ldi. Endi biz qanda qo'shash. Ikki harf tizimini o'zaro qo'shash. Qo'shishni ilib boramiz. Buni qanda nima qilamiz desak? Men salom dunyo, mening ismim Mahmud. Endi men yana birini str2 deb yana bir string qilay. Sening isming
nima deb. Salam dünya, mening ismim Mahmud bilan sening isming nima deganni qatma. Mush ikkisini qanday? Qatma. Buni qanday qatmaymiz deganda concat qilib qatmaymiz. Buni concat deydi inglizcha. Ya'ni str concat mega ishim qo'ymaymiz chunki bir orliq qo'yib qo'yish uchun. str2 qanday? Qattiq. Salam dünya, mening ismim Mahmud, sening isming chu. Agar men unga bo'sh qo'ymay bo'ldi, hozir qetilib bo'ldi. Pesh qo'yib qo'ysak, Mahmud deb miya pesh chiqadi demakchi. Bu nechinchisi bo'ldi? Bu 8-chi bo'libdi. Hamda 9-chi, ma 7-chi, ma kichikiltish, 8-chi ma bu. Hamda 9-chi deganda masalan bir nima quray? Boshqa bir str3 dey, boshqa birsini quray. Masalan, men bunda bir moncha bo'shliq qetilib salam bo'lib qolsa, men oldidagi bo'shliq harfini qanday qilib o'taman? Qanday ilib desak, buni trim bilan ilib o'tamiz. Masalango str3 trim. Mana. Trim mush bo'shliq space'ni qanday mush bo'sh yerni ilib o'tadi. Qanchasi bo'lishini qayta nazar. Bo'shliq yerni ilib o'tadi. Hamda 10-chi. Bizga mana shu 10-chi nima deganda biz str nima dedik? str salam dünya, mening ismim Mahmud shunami? Salam dünya, mening ismim Mahmud. Hamda men mushu har bir harfi qanchinchi indekslikini ko'rsatmoqchi bo'lsam, nima qanday ko'rsataman deganda har bir harfi. Masalan, miyatga demakchi o'g'lim, har bir indeks ko'rsatkichining harfining ismi nima demakchi. Buni masalan 39 harf bor dedik-ku, bo'shliqni ichiga oldi. Mana birinchi harfi nima? Shuni ko'rsatmoqchi bo'lsak, str char at deydi. Char degan ash character harf degandan qisqartirilsa, buning ichiga 0. O'sha 0-chi indeks 0 bo'lganning harfi nima? S mana. Masalan 30-chi nima? Nima 29-chi? 29-chi str char at 29-chisi T mana, eng oxirgisi T. Endi buning bayam langsini topgan chaqda uzunligini 30 chiqqanda nima 29 oldu deganda, chunki men 0 dan boshladim. 0 berishga deb men 30 kelganda 30 29 bo'lib qoldi demakchi. Shunga ash nuqtaga diqqat qilsanglar, ezib ketmaysizlar. Endi biz oldin qismda array degan. Array degan-ku. Endi mushu stringni, ya'ni str mushuni qanday arrayga qanday aylantiramiz? Arrayga deganda buning aylantirish usuli bor. Har birisining orqasida bir bo'shliq bor-ku. Har bir bo'shliqdan qanday qilamiz? Birdan shuni bo'limiz, split. Bo'shliq orqali qanday bir bo'shliq orqali bo'lsak, qaranglar, arrayga aylandi. Mana 5 indeksiylik 0 berish kuchli 5 arrayga aylandi. Yana bir kelay. str mushuni qanday arrayga aylantirmay desam, arrayni qisqartirib array str qanday split
mush boşlukdan tushunganmiz. O'rtaq mush boşluq space bor. Bir boşluq. Mana. Endi array'ni bassaq qanda chiqdi degan gap. Salom dunyo mening ismim degandek. Mush har bir array'ninki qanda o'zining nimasiga aylandi deymiz. Hamda bu array yani harf bilan sonning munosabatini men so'zlab o'tay. Mani clear qilib tushuninglarmi? Qayta ko'ringlar, qayta mashq qilinglar. Masalan, name day, name Mehmet Can bo'lsin. Mehmet Can shunaqa. Endi yosh deyli. 30 yosh bo'lsin. 30 qo. Endi name bilan age ni qo'shsaq nima bo'ldi? Tamam. Masalan, buni bir str deb name bilan age ni qo'shsaq Mehmetcan 30 bo'ldi. Uyanganga chunki shu arab tizimi stringning keyiniga son berib buni qo'shsaq Mehmetcan 30 bo'ldi degan. Hamda mush age ni qanda men 30 bilan manda degan bilan 30. Yosh tang 30 mashq qanda o'xshamaydi. Chunki ma 30 bilan ma qo'sh naqlning ichida ma 30 qanda unda emas son, ma son, ma string. This is int, this is string. Hamda mushuni qanday qilib ma'ni aylantiramiz degan chaqda uningmi aylantirish usuli bor. Ya'ni mush age tang number degan number. Hani age 2 day. Age 2 tang number age. Mana 30 aylandi. Ma age hozir 30 aylandi degan gap. Stringni parselab, ya'ni songa shunda aylantiramiz. Bugungi dars mushakcha yana 10 metod o'rgatdim. 10 string manipulation qanday qimmatini, stringning qimmatini shu kontrol qilish, o'zgartirish degandek. Qayta ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bugungi darsimiz mushakcha. Tushunmagan savollar bo'lsa, ostiga inkasga qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.